Bir oilaning xushal va huzurli bo'lishi uchun erlarning ado qilishga tegishli haqlari va diqqat qilishga tegishli ishlari bo'lgandek, ayollarning ado qilishga tegishli haqlari va diqqat qilishga tegishli ishlari bor. Har ikki taraf ustidagi qarshi tarafning haqqini ado qilganda va diqqat qilishga tegishli ishlarga diqqat qilganda turmush o'zining asli ma'nosini topadi. Chunki turmushdagi huzur va er-ayol o'rtasidagi ulfat turmushning asosiy maqsadlaridan birisi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va min ayatihi an xalaqalakum azwajan litaskunu ilayha." Allohning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan biri shuki, Alloh taolo ulfat erishinglar uchun sizlarning tipinglardan juftinglarni yaratib, oranglarda mehr muhabbat o'rnatganligidir deydi. Aksicha er-ayol ustidagi haqlarni ado qilmaganda, turmushdagi diqqat qilishga tegishli ishlarga diqqat qilmaganda uyda ulfat bo'lmaydi. Ulfat bo'lmagan yerda huzurmi bo'lmaydi. Shunga turmushda er-ayol ustidagi haqlarni ado qilishga kuchining yetishi, tirishishi va qarshi tarafning haqqini ado qilganda o'zining o'lchamini emas, qarshi tarafni rozi qilishni o'lcham qilish kerak va birisi-birisining haqqiga qarta keng qo'saq muomalada bo'lishi kerak. Biz ilgirki darsimizda ayollarning erlar ustidagi haqlari va erlarning turmushda diqqat qilishga tegishli ishlari haqida to'xtalgan edik. Endi biz bugungi darsimizda erlarning ayollar ustidagi haqlari va ayollarning turmushda diqqat qilishga tegishli ishlari haqida to'xtalamiz. Aldı bilan bir musulmon ayol shuni bilishi kerakki, bir ayolga nisbatan erining haqqi Allohning haqqidan qasila eng muhim o'rinda turadi. Bu haqda nihoyat vaznli hadislar bor. Payg'ambar alayhissalom la yasluhu li basharin ay yasjuda li bashar wa law salaha ay yasjuda basharun li bashar la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Odamning odamga sajda qilishi to'g'ri emas. Agar odamning odamga sajda qilishi to'g'ri bo'lgan bo'lsa-da, men ayollarni eriga sajda qilishga buyuraydim deydi. Nima uchun? Min izami haqqiha. Erining ayol ustidagi haqqining cho'ngligidan. Undaqda erlarning ayollar ustidagi haqlari nima? Ayollar turmushda diqqat qilishga tegishli ishlar qaysi? Erlarning ayollar ustidagi birinchi haqqi ayollarning eriga itoat qilishi. Erlar ayolini bir ishga buyursa yoki bir ishni qara chiqargan bo'lsa, bu ishda gunoh bo'lmasa, ayol kishining imkoniyatida bo'lsa, ayol kishi erining qaroriga hurmat qilish kerak va eriga bo'ysunishi kerak. Her qandaq bir davlatning, her qandaq bir muassasaning bir mas'uli, bir qaror sahibi bo'ladi. Alloh taolo turmushning iborat bu kichik davlatning mas'ulligini, erlarning turmush xarajatini ustiga olganligi va uningdan boshqa Alloh taolo o'zi biladigan hikmatlar tufayli erlarga bergan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Er-rijalu qawwamuna 'alan-nisa", erlar ayollarning homisidir deydi. Bu oyatdagi Uyg'urchaga homisi deb tarjima qilingan qavvam degan so'zni Qur'onning tarjimoni mashhur mufassir sahoba Abdullah ibn Abbas erlar ayollarning amiri, ya'ni boshlig'i, mas'uli deydi. Bu erlarning ayollarga qaraganda huquq jihatdagi ustunligini ko'rsatmasdan, balki turmushdagi mas'uliyatining ig'irligini ko'rsatadi. Shunga ayollar gunoh bo'lmaydigan va imkoniyati ichida bo'lgan ishlarda eriga itoat qilish kerak. Bu ayolni solih ayol degan sifatga noil qiladi. Payg'ambar alayhissalom ala ukhbirukum bi khayri ma yaknizul mar'a. Men sizlarga yaxshilikni o'ziga jo'g'lagan solih ayolning kim ekanligini deb beraymi? Qarasang xursand qiladigan, buyursang itoat qiladigan, sen qishida bo'lmagan vaqtlarda omonatingni joyida saqlaydigan ayol degan. Hargizmi Payg'ambar alayhissalom solih ayolni namozni ko'p o'qiydigan, ro'zni ko'p tutadigan yoki yaxshi o'rnadigan demasdan 3 xil sifatni so'zlagan. Uning birisi bo'lsa ayollarning eriga itoat qilish. Ayol kishining eriga itoat qilishi uni jannatning eshiklaridan xolig'idan kira oladigan imtiyozga ega qiladi. Payg'ambar alayhissalom "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at." Bir ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon oyidagi ro'zni tutsa, iffitini saqlasa, eriga itoat qilsa, jannatning eshiklaridan xolig'idan kira oladi deydi. Jannatning nurg'ulgan eshiklari bo'lib, har qanday odam xolig'idan kirmaydi. Ro'zni ko'p tutquchilar kiradigan bir eshik bor, Rayyan deydigan. Namozga alohida ahamiyat beradiganlar kiradigan eshik bor. Ammo ayol kishi eriga itoat qilsa, jannatning 8 eshiklaridan xolig'idan kira oladi. Demak, ayolning oxiratdagi o'rni, Allohning nazaridagi qimmati eriga itoat qilishi bilan yuksaladi. Bundaq deganlik ayol kishi maslahat va oilaning qaroriga aralashmasligi faqat qo'l qurushtirib turish kerak deganlik emas. Albatta oilaning maslahat va qaror ishlariga aralashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ba'zi ishlarda ayollarga maslahat solatdi. Hatto ba'zi vaqtlarda ayolning bergan maslahati bo'yicha ish qilatdi. Itoat qilish deganlik shariatga zid kelmagan va imkoniyati doirasida bo'lgan ishlarda oxirgi qarorni yo'ldoshi chiqargan bo'lsa, uning qaroriga hurmat qilish va uning itoat qilish deganlik bo'ladi.
Chunki meyli aile olsun yoki shirkat bo'lsin yoki davlat bo'lsin, chuqum eng oxirgi qarorni chiqaruvchi bir odamga ehtiyojliq bo'ladi. Hech qanday shirkat yoki hech qanday bir davlatda ikki qaror sohibi bo'lmaydi. Turmushdagi eng oxirgi qaror sohibi bo'lsa, yo'ldoshi bo'ladi. Erning ayol ustidagi ikkinchi haqqi yo'ldoshining talabini rad qilmaslik. Turmushda ayollar go'zal muomalaga va chiroyli so'zga ko'ngil bo'lishga ehtiyojliq bo'lgandek, erlarning sezgi va eng muhim biladigan ishlari bor. U bo'lsa-mu er-ayollik munosabat. Shuning uchun er kishi ayolini munosabatga chaqirgan vaqtida, garchi ayoli xohlamasa-mu, uni rad qilmaslik kerak. Chunki ayolning er kishini rad qilishi, er kishini gunohga tushib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom qandaq bir ayol eri to'shakka chaqirsa, rad qilgan holatda uxlasa, toki tong atgan qadar farishtalar u ayolga la'nat o'qiydi deydi. Payg'ambarimizga ishongan bir ayolningki, mushu hadisni anglagandan keyin erining talabini rad qilgan holatda uyqusi kelmaydi. Hatto Nafl-ro'za va dushanba va payshanba kunlaridagi har hafta takror qiladigan fazilatli kunlardagi ro'znimi ayol kishi erining ruxsatini olib tutishi kerak. Chunki payg'ambar alayhissalom bir ayol eri qishida ba vaqtda erining ruxsatsiz ro'za tutishi halol bo'lmaydi deydi. Chunki bu kunlarda ro'za tutish mustahab, ammo erining haqqini ado qilish bo'lsa farz. Uchinchi haqqi erining omonatini saqlash. Ayol erining eng chong omonatdori. Erining eng chong omonati bo'lsa, uning iffetini saqlash. Shuning uchun ayol kishi zina va uning muqaddimalari bo'lgan nomahram erlar bilan ko'rishish, uchrashish, telefonlashish o'xshash har qanday bir harom aloqa erining omonati qilgan xiyonat va erining haqqi qilgan tajovuz bo'ladi. Shundaqla erining melini saqlash va erining aybini va sirrini saqlashmi erining ayol kishi ustidagi haqqi. Alloh taolo sura Nisoning 34-oyatida solih ayollarni sifatlab fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-g'aybi bima hafizalloh. Solih ayollar eriga itoat qiluvchi va eri qishida bo'lmagan vaqtida erining omonatini saqlovchi ayollardir deydi. To'rtinchi haqqi ayol kishi uyiga eri bor vaqtda eri kirishini yaxshi ko'rmaydigan kishilarni boshlamaslik. Mayli ayol do'sti bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, eri bor holatda eri uni yaxshi ko'rmasa, uni uyiga boshlamaslik. Payg'ambar alayhissalom la ta'zan fi baytihi va huwa shahidun illa bi iznihi. Bir ayol kishi uyiga eri bor holatda boshqalarni boshlamasin deydi. Ya'ni eri yoqtirmaydigan kishilarni boshlamasin deydi. 5-haqqi ayol sirtqa chiqmoqchi bo'lganda erining samiga sap qo'yib, eridan ruxsat olib chiqishi kerak. Mayli u bozorga chiqish bo'lsin, hatto dars o'qish yoki masjidga chiqish o'xshash savobli ishlarga chiqqan taqdirdami, chuqum eridan ruxsat olib chiqish kerak. Bizning islom shariatida 4 mazhabning ittifoqi bilan ayolning erining ruxsatsiz bir yerlarga berishi harom. Ammo eri dars o'qish, masjidga chiqish o'xshash savobli ishlarda cheklanmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalom bu haqda sizlarning ayolinglar sizlardan masjidga chiqishga ruxsat so'rasa, ularni cheklamanglar deydi. Yuqorqi haqlardan boshqa ayollar turmushda diqqat qilishga tegishli bir qancha ishlar bor. Uning birinchisi ayollar uy ichida yasanishga ahamiyat berishi kerak. Payg'ambar alayhissalom solih ayolni sifatlagan vaqtida tusirruhu iza nazar deydi. Ya'ni qarasa odamni xursand qiladigan deydi. Ayol kishi qanday vaqt xursand qiladi? Birisi go'zallikka ahamiyat bersa, uy ichida. Ikkinchisi illiq, siriq sipoya va muloyim bo'lsa. Ikkinchisi ayollar uyining tozaligi va tamoqqa ahamiyat berish. Ko'pincha oilalarda erlar turmushni qamdash uchun sirtlarda bo'ladi. Ayollar uy ishlari va balani tarbiyalash uchun uyda bo'ladi. Bizning ota-bobolarimizning turmushimi mushundaq hamkorlik ustiga qurilgan. Masalan, biz kichik vaqtimizda dadamiz kashlar o'tin yerib qo'yib yotsa, onamiz atdeganda mashq o't qalaydi. Biz dadamiz yerib qo'ygan o'tinning, onamiz qolgan o'tning mehrlik issiqida nihoyatda bir illiq uyg'onishda uyg'onatdi. Dadamiz etizarakning ishlarini qilib, herib charchab kirsa, onamiz issiq tomoqlarni pishirib oldiga akiladi. Dadamiz halab etib qala baqsa, onamiz uning ustida qet qo'yitib akilatdi. Onamiz kiyim yumoqchi bo'lsa, dadamiz yordamlashib suv isitib beradi. Bizning dadlarimizning va ota-bobolarimizning turmushi mana shundoq sen qilding, men qilmadim emas, hamkorlik ustiga qurilgan. Hali hamma ko'p qism oilaning turmush ritmi mushu bo'yicha davomlashyotir. Bundaq oilalarda ayollar uyning tozaligi va tamoq ahamiyat bersa, buningdan er nihoyat suyunadi. Oxirida xonim qizlarga payg'ambarimizning tuandagi hadisini eslatish bilan bu darsni tamomlayman. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'a bir ayol bir ish uchun keldi. Payg'ambar alayhisolam u ayolga eriga qandoq muomala qilganligini so'radi. U ayol kuchimning yetish yaxshi muomala qilaman dedi. Payg'ambar alayhissalom siz yo'ldoshingizga qandoq muomala qilganligingizga obdan qarang. Chunki sizning yo'ldoshingiz fa innama huwa jannatuka wa naru. Ya'ni sizning yo'ldoshingiz qilgan muomalangiz ya sizni jannatga kirgizishga sabab bo'ladi, yoki sizni do'zaxga kirgizishga sabab bo'ladi deydi.